Assalomu alaykum hammaga. Sizni ham mana shu Instagramga storiesiga post qo'yish jarayon paytinglarda xohlagan muzikalarni topolmayapsizlarmi? Har xil life hacklarni qo'llab ko'rdinglar, lekin hech qaysi foyda bermadi. Sizlarga hozir samarali usulini ko'rsataman. Voy bir rasm, videoni ol. Misol uchun direkt biz qidirgan muzikantimiz chiqmayapti. VPN orqali qilib ko'ramiz. United States'dan yo'q o'tiribdi, lekin o'xshamayapti. Ko'mirni cho'ktiramiz. Uning uchun bizga kerak VPN kerak bo'ladi bizga. Bundan select qilib turib, United Kingdom mana shu Londonnikini tanlab olamiz. Angliyanikini. Instagram ochib tashlaymiz. Story qilib olamiz. Ko'rish mumkin, Instagramimiz o'tib bo'ldi. Endi xohlagan rasmimizni olamiz. Xohlagan muzikantimizni, misol uchun Drake. Ko'rib turganinglardek o'sha qidirgan odamimiz ham muzikasi bilan chiqarib beryapti. Bemalol sizlar ham endi istoriya postinglarga mana shu usul bilan qilsanglar bo'ladi. Manfaat degan bo'lsa, like bilan podpiska bosib, bitta podderska qilib qo'yasizlar endi shu joyiga.